There's something about this I don't like. What's not to like? Squid and sweet sauce, perhaps? It's just there's no such thing as a free feast. We don't even know this Pasha. Why did he invite us here? Perhaps he's heard of our renown and wishes to pay his tribute. Or perhaps he wants us to risk life and limb performing some service for his petty gratification. Am I the only one who refuses to look a gift horse in the mouth? Must we watch our backs every minute? Here comes our answer. Greetings and glad tidings. I am the Pasha. I am Sinbad, and these are my crew. No need for introductions. The seafaring triumphs of Sindibadni's crew are well known throughout the seven seas. Your many and diverse praises are well sung. Why, thank you. That's right. You're a big fish. Now rise to the bait. I have invited you here to provide you with an opportunity to extend your reputation, should you be so brave. There is something that I wish you to get for me. The singing sword from the Isle of Bliss. Why don't we just bring you the moon and a few stars? Oh, so you've heard of it? It's legendary in the annals of magic. Every 50 years it grants a single wish. A wish hundreds have died trying to attain. And a wish that would be yours for the asking. I only desire the sword. It's one of a kind, making it precious. One might say priceless. You just want the sword. And we get the wish? That's what I'm proposing. Discuss it amongst yourselves. Take the bait. Take it. With the wish, could we release Dim-Dim from the curse? Magic does not work upon the Isle. I couldn't conjure for us. We'd be on our own. I still think it's worth the risk. Hooked. We'll go. This Isle of Bliss is on no nautical chart that I'm familiar with. How does one get there? I was able to purchase a map. Where is this map? Well, right here, your living map. This is Captain Alana. Captain, of which ship? My ship was lost in the hazards off the Isle of Bliss. It went down with my entire crew. Only I escaped. Our condolences. Captain Alana will be your guide and protector of my investment. Why would you wish to attempt something that has already cost you so much? Oh, she's attempting it for a small fortune, that's why. She and I have already settled on her fee. She's received half of it. Her other half will be paid when I have the sword in hand. Welcome to the Nomad. The honor is all mine. We leave on the next tide. I'll be there. Now, if you'll excuse us, we have a ship to prepare. There you have it, Captain. Your new ship. I told you I would make this happen. You're so fortunate that I agreed to be your generous benefactor. Yes, you've been very useful, but I can handle the rest alone. I may be generous, but I'm not a fool. You will require an escort. Step lively, crew. I want to be out of here by nightfall. What does Farouz want with the club? That Alana's really something, isn't she? Yeah, something we shouldn't trust. She just lost her crew and her ship, Maeve. I, for one, intend to make her feel welcome. Well, looks like you're gonna get your chance. She's coming aboard. Visitors coming aboard, Captain! Maeve? Is this one of your premonitions? At least Dermot agrees with me. Careful, Dubar! Welcome aboard. Do you have any more gear? Let's just say I have some unwanted baggage. Why are these men here? They are Pasha's wishes, not mine. Apparently, he doesn't trust either of us with his investment. Are they sailors?
Do they look like sailors? They'll also double-cross us in a second. Well, since I didn't sign them on, We'll sign them off. Down you go, fancy pants. The Pasha says we stay! Well, as long as you put it that way, allow me to put it this way. okay, let's do it the hard way. Harm him. If I were you, I'd take a swim. Just leaving, right? Haul up the anchor! Raise the sails! Next stop, the Isle of Bliss. Catch the wind, man! Good fortune rides with us. It's a beautiful day for sailing. Never better. Nima qilyapsa? Arabalığa joy yasayapman. Yana bir tarafdan chiqib ketadi. Qandaq? Uning nima keragi bor? Uning tushsang ardig'ing chiqadi, aramag'li bo'ladi. Bak yaxshi. Amis seni kemining kayniga isib qo'ysak, dengiz suyiga bevosita chilinsan ku. Yo'q. Bu uning hoziriga qat'iy o'xshamaydi. Qarab tur, men jumakni ochay. Qarab tur. Endi suvni chiqaray. Hech qisi yo'q. Men buni o'zgartib yasayman. Boris, men dengiz suyining kemiga chiqishini yoqtirmayman. U o'z o'rnida turaversin. Bo'lamda? Ma'qul. Sizlar turaqni yo'qotdinglar. Uni Sindibad o'ldirdi. U ko'pchilikning g'alabasi. Boshqa ishlarmi shundoq. Hammasini o'rlashtirib bo'ldingiz. Shundoq. Dubatbek mehmon do'stkan. U meni aylantirdi. Bu kema obdankan, har qanday bo'ron chapqandan qo'rqmsaq to'g'ri. Cho'ng bo'ronga duch kelganda har qanday obdan kemmi bardoshlik beramaydi. O'g'il shundoq. Kemamiz Belis arliq yetib qolganda ishonchim to'lib tashqandi. Endi bo'lsa quruq qolib turibdi. Kechiringlar. Onun bir hamroh kerak-ku deyman. O'zidan so'rab baxmamsan. Termot qani?
u nima qilyapti? Sukut turyapti. Umuman o'xshash bu safarni ko'ngilsiz safar bo'larmikin davasi kerak. Mayfel, men bu safarni muhim deb qarayman. Sizda ayollarning xato sezimi ko'rilyapti, nima? Nim davatsiz Sindibad? Ayollarning xato sezimi dedingizmi? Oh! Arnadak. Sahib Jamalla sizdek yigitlarni jalb qilmay tura olammi? Rahmat sizga, Mayfel. Sizni maqtab uchirg'inim emas, balkim ogohlantirg'inim. U do'batdan bir nimaga erishmoqchi bo'lyapti. U barcha Sahib Jamollardek husni jamolni ko'z-ko'z qilmoqchi xolos. U bir cho'ng do'dak to'r yasash qo'ydidir Sindibad. Nima? Ayol haqnizda. Tazimi bir. Shabbaq Nuri. Dengizchilar buningga amriq. Men kemini siz taklif bergan tarafga haydayman. Bu taklif emas, buyruq. Kechiring. Mushundaq odatlanib qaptiman. Bu yerda ekansiz-ku. Men tek sizni uxlab qoldimikin debdim. Uxlamadim. Ikkimiz birga Aynurdan hozirlansaqmikin deyman. Albatta. Bu kichik bola emas. O'z hodisini o'zi chiqalaydi. Siz kemida yurgili xili bo'lgandi. Ya, beshim qiyib turdi. Kunib qolganda qilasiz-ku. Dengizdagi nishonni biladiganday qilmaysiz. Ansirman. Yo'lni bilaman. Rostmi? Ezib qolsaq-ku, yulduzlarga qarab yo'lni topa olamiz. Ezib qolmaymiz. Shundoq bo'lsa ilohim. Do'bat sizni sehrgarlik o'rganyotdi dedi. Bu safarda o'tdan mashg'ul bo'lgan bo'ldingiz. Do'batda yana nimalarni bildingiz? Men sizga avarchilik bo'lib qoldimmi nima? Qanday avarchilik deysiz? Kemedagi bir tal ayol bo'lgandekin. Alohida o'rin, alohida imtiyozingiz bor. Go'zal ruxsaringizdan foydalanib, erishman degan narsaga erisha olasiz. Shunaqa emasmi? Men ularning bir a'zosi. Alohida vazifa baliqaras. Nima vazifa u? Balkim kapitanning muhabbatiga noil bo'lishda tayinliq. Sizga omad tilayman. Yulduzlar taqilishib oz qoldi. Yulduzlarga qarab uzadigan odamlarni palokat bosadigan bo'ldi. Tamata, zulmatga cho'mgan dengiz holati paydo bo'lsin. Hammalar bekab turinglar. Bo'ldi. Zulmat taqalsin.
Dobat! Runga! Berip tekşürürler, ziyan kaçılık. Heyran ben, ay ve yıldızlar keni. Ben heyran kaldım. Biz hazır nerede? Oduqmanglar. Taң əmdi süzüldü. Biz hazır Beliz Arlın dərvası aldı turvatdımız. Yıldızlar bulmuşsa biz qandaqmağımız? Mən nişan sezimimə tayınıb yolu başlayman. Quyaşqa qarab solğa aylan. Ziyan yok gel. Matroslarca. Hamid görünmeydi o. Şolusu mu yokturdu? Neymiş qandaq boladı? Şundaq bolsun çekinmeslik gerek. Boran aşı çıqağan. Sizce o keçi bilen gündüzlü kontrol kılalaydıken de. Şundaq. Bu onun alahidliği. Ben işenmeyme. Herkes işenmeyme. Bu ayal intayın qabahatlik. Bu teği əmdi qol silişi. Yerim keçidi kündən çıxışı bütünlay sehirgarның küçü. Mayfel, nemişqi kirib uxlamaysız? O dobatını ram qılıb aldı. Ben onu aytay. Mən onu bürkütbək tikilib durumən. Bizdən iki bürküt bolduq. Dobat! Ha. Rolunu başkuram deme. Yo'q, paranglashmoqchiman. Akufkılık münasebette sözleşeylik. Haqiqiy akufkılar shunday qiladi. Ko'nglingda nim bor, Dobat? Orina qarta demoqchimisan. Mayfil sana açıq gapirdi. Biz onu tushunmaymiz. Shunday qo. Men yoqtirman. Nima? Onun bilan birga yurishni xohlayman. Zo'qim keladi. Oshiq bo'lib qolmagansan? Shunday bo'ldimiki? Taqas bo'lgan. Keler onga. Sınap bak. Sunun kiriş çıkışını obdan qıp yasıdım. İntayın bir xəttər. Xəttər yok. Bək rahat. Mayfer. Siz ciddiləşətqanda görünsüz. Bunu uçup aramayıp bakmamsınız. Boris, mening vaqtim yo'q. Ronga ishqalaman yordam nishonla bo'landi. Çataq yok. Neymiş qilamiz? Siz mening ijodiyatimga qiziqamsiz ki? Nima? Men bir aram elish ko'lchiga yasag'andim. Siz cho'qib yoqtirib qolasiz. Shundaqmi Ronga? Qanchalik vaqt ketadi? Birdamchiliklar. Beriqdek rohatlanib olasiz. Rastavatiman. Keling, Ma'qul. Bu yoqda. Men onu o'zgartib yasadim. Bu suv kirish eg'izi, bu chiqish eg'izi. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Qarang. Qiziqish, kun tutilib ketdi-ku. Men kirib bir oz yetib olay. Birning bo'lmagansiz. Yo'q. Men siz doğru yasab beraymi? Yo'q, men yaxshi. Tez emas. Ronga, sen berib. Yo'q, men birdim. Çataq yo'qdi. Hey. İşkanlar zadenin bo'ldi. Bu sehrgar ekan. Burunroq sezmabdimi? Nima qilyapsiz? Sizni tekshiryaptiman. Chechilg'oqliq, jonga zamin bo'ladi. Neri turing. Tutishib
qilishdan qo'rqmayman. Menmi shundoq. Mening yo'limni to'smay, ner turing. Çoltak, çoltak. Ba'zilar suvga tushidi, pok, pok. Sirliq qacha. Hammani qarniga ushitib arg'ib. Sindibad, ahvol ig'ir. Biz hujumga uchirdik. Mayfer! Qo'lingizni menga bering. Mayfer! Yo! Mayfer! Mayfer! Obdan bo'ldi. Kun chiqdi. Biz beliz arlig'i yiqilishib qoldik-ku deyman. Mening kemam shundoq bo'lgandi. Biz taqabul turgandik. Mayfil tankilamay qolamdikin deyman. Biz uni topalaymiz. Uni topmoqchi qo'ymaymiz. Nemisi qaytib keldim. Bu yerda nima qilsa, tez bormasa. U bek charchab ketibdi. Mushalda yana uchirgan bo'lsa, qaytib kelamizligim mumkin. Amsi aram olsin. Biz to'xtab qolmaylik. Hele Zulfikar'ın tepip fədimizini o'g'irlasak, uni qaytib kelalaysiz. Men ishining Zulfikar'ni cho'qim tepishimiz kerak. Topdim. Aviyat belgi beryapti-da. Aviyada, ko'rdingmi? Ronga! Ronga bura! Yaxshi bo'ldi. Yaxshimisan? O qoldi sehrgarjim o. Shundoq ekan. Bak aqlli ekan. Men yatag'imga kirib ketdim. Michael. O'qini. Yotig'da. Jazm qila olamsiz. O'z shundoq degan. Tavbat, o bir qabahatlik sehrigar. O bizni Zulfiqar oldimiz deb aldab ep keldi. Hozir tuvanda nima ishlarni qilyapti dekin tang? Men qarab boqay. Olinglar. O yo'qtirdi. Yo'qolib ketibdi. Uning nadaligini men bilaman. Nada? Beliz arlida. Ata. Senle qo'shib ketishma. Endi boradigan bo'lsam, hech qachon tirik qolmaysan.
Qo'ltiq qayda, Dobat? Avval dermotni qo'yib beray. Hammanglar ehtiyot bilan minglar. Uning bu yerdaligini jazm qila olamiz. Shundaq. Umi mushiyada. Umi mendek sehr kuchidan qoldi. Balki azob ichida qolgandi. Uning nima mal? Onu aytib kuchlikan Dobat. Uning zulmat sehrini egalligini uzun bo'lganda qiladi. Sizlarmi ko'rdinglar? Ozroqli fursat bo'lsa, bizga zarba beryapti. Mangayli, Dobat. Mushu o'tloqdan o'stak yetib bormiz. Men bo'ldi Ronga. Uni tutib ol. Seni kim möktirdi? Sen neymişki bizge ergiş olasan? Hey! Senin nemi qiyinchiliging bor? Sen ziyan yetmeydi o. Biz seni hazırlık koyup etimiz. Atanın qayerda? Naqshi eta olaydigan Zulfiqarni bilamsan? Naqshi etadigan. Gapimni uqdingmi? Uqmaganda qiladi. U gaskan. Adamlar ne ketkendim. Bu yoqqa chiqinglar. Biz sizlarga chekilmaymiz. Men va'da beray. Ağıldınlar mı? Ular anlamadı. Hammasi gaskan. Naqshavozı to'xtaganda qilib. Har kuni kechda shundoq bo'ladi ekan. Sen ular bilan so'zlashdingmi? So'zlashdim. Ular biz bilan berishni xohlamaydi ekan. Xohlamaydi ekan. Nemishqa? Zulfiqar ularga azobdan boshqa narsa bermabdi. Uzunni beri aytilgan naqsha ularni gaz qilib qo'yibdi. Ular boshqalarning quli bo'lib qolibdi. Yot odamlar bu yerga kelib, ularning yurtini xonavayron qilibdi. Bir jannatdek orolni xuddi do'zaxdek qilib qo'yibdi. Yana sehrgarlarmi bor? Xuddi arnodaklar. Şikali, ot uşkuni, lafıldısın. Sehrgarlik işimsi bo'lmaydi ekan. Kecha zodilar uxlayolmadi. Sen obdan qilding. Qanday qilsan? Sen uningga oq ko'ngil, samimiy kan qo'saq bo'lding. Sen meni kalva demayotgansan. Sen kalva emas. Dobat, men buni obdan bilaman.
Ha, yani sen bu. Ma, öyünge bir puhla. Ha, yak. Gerek yok. Öyünge kette o hemen. Ha, ilan badavatım sen. Ha, hiç kısı yok. Ben ilan gömdüm o. Boldu, kaydıp gel. Tez kaydıp gel. Toba takılıdı. Boris, gözünü aç. Birine boğmuğan sen. Toba bu yer iken. Tuba, nim bo'ldi? Yılı çekivak dedi. Qandaq bo'ldi, Boris? Hozir bir nima demak tez. Balkim bu zaharsiz e'londi. Lekin yori eg'izi yallig'lanib qolsa chataq chiqadi. Hiç vakası yok. Özem obdan durumen. Biz arinadın ilgiri Zülfikar'ın koluğu düşüreyli. Görünla. O bizi yo'l boshlig'i bilman deydi. Yok, bu da xəterlik. Xatarlikligini bilman, lekin tez boshlab bora olmayman deydi. Balkim bu arena yengishga birdan bir choridi. Mangayli. Naqshani aytdi. Bu mening ko'nglimdagi naqsha. Nima degan esir. Tobat, Gerek yok. Azrak içişi oturdu. zaharlanib qopti. Hiç kısı yok. Bana işini anla. Hey. Sen bu yerde durup dur. İçeri girme. Uxtun mu? Hamsa, juringlar. Sen mening bo'ldi. Bu yoqqa. Odam keldi. U zo'rlanib turavergil bo'lmog'idek. Men seni ep ketaman. Tuba! Ne bo'ldingiz? So'q tekkil bo'lmog'idek. Men tegib ketdim. Bu bir xil kislota ekan. Endi bizni aldayolmaysiz-ku deyman. Men sizlarga tushundiray. Anlig'idek vaqtimiz yo'q. Boris, og'iz Zulfiqarni qanday qilsak olaymiz? Birisi jipni uzsa, yana bir odam kislotaga tushirotmay uni tutilishi kerak. Ronga, sen pichoq bilan uni kes. Men sakrab tutib olay. Boshlig'ini sanla, sakrayman. Jip üzülmedi. Ishik solinib qoldi.
Cip sehir barken, onu keskili bo'lmaydi. Bir sakrash bilan la, uni tutib olib bo'lmasmikin? Agar Zulfiqar tutsila, tutib olabdim. Yo'q. Sizlar bu yerga so'nib qoldinglar. Biz chiqib ketalaymiz. Va'damizni o'rlasak, Zulfiqarning sehri tamom bo'ladi. Mening bir amalim bor. Bu o't halqisining sirtida jipning chigilgan o'rni bor. Shu yerda ish yutilsa, Zulfiqar yerga tushidi. Yerga tushidi? To'g'ri. O yerga kim chiqadi? Dermo chiqalaydi. Balkim shundaqdir. Biz sinab boqaylik. Taxas bo'l Dermot. Cho'qim qaytib kel. Yaxshi tayyorlanaylik. Bana belge bering. Ben seni tutib olay. Yo'q, Dubat. Ben senden sormadım. Sana buyruk kılıvatıman. İne. Az qoldi. Tushdi. Yaraysan. Dubat. Uni menga bering. Zulfiqar menda bo'lsa, men nurg'un ishlarni qila olayman. Siz biz bilan ilishyapsiz. Tem devamlı qutqizishga yana vaqt va'da qiladi. Avval Dubatni qutqizaylik. Rahmat. Men Dubatning hayot kelishini tilayman. Yo'q, ahmoq. To'g'ri debdiman. Va'dasida ching tursa, Zulfiqarning sehri kuchi yo'qaydi ekan. Uni menga beringlar. U endi asli qiyofatini oshkorladi. Baldir xushal bo'lib ketma. Zulfiqarni aka, menga ber. Bizni qo'yaversan, Zulfiqarni senga beramiz. Yo'q. Men erakqalarning hammasini o'ltiraman. Biz uni to'saylik. Menga beringlar. Menga beringlar. Bo'lmasa Dubatni kukib talqon qilaman. Dahshat yuladi. Qandaq tursa? Naki yaxshi. Yani mörünü tirab kurash qila oladigan bo'ldik. Hel Zulfiqarni isib deb qoldi. Men onun sehri kuchiga afsuslanib ketdim. Dubat. Kichik oldagi bo'lib qoldi. Şun onun bağrı bek yumuşak. Bek ko'ngilchak. Ama onu ayıpligim kelmeydi.